hozirgi dolzarb bo'lgan muolaja to'g'risida gapirib o'tmoqchiman. Ya'ni bu hijama muolajasi. Agarda kimda tanishlaringlar yoki o'rtoqlaringlar shu muolajaga, hijamaga qiziqayotgan bo'lsa, ularga shu videoni jo'natavering va videoni oxirigacha ko'ring. Hijama bizga qadimdan kirib kelgan muolaja hisoblanadi va arab tilidan kelib chiqqan so'zdan, al-hajm so'zida ma'nosini so'rib olish degan ma'noni bildiradi. Qon insonning asosiy va muhim elementlardan hisoblanadi va shu paytda qon organizmimizda quyilishi boshlangan paytda har xil kasalliklarni olib keladi. Ya'ni bu kasalliklarda immuniteti pasayishi, revmatizmga olib kelishi, qon bosimini oshgan payti va bepushtlik bo'lgan payti hijama bizga juda ham katta yordam berishi mumkin. Hijamani har 3 oyda bir marta olishingiz mumkin. Agarda sizga shu muolaja qiziq bo'layotgan bo'lsa, quyidagi nomer orqali yozilishingiz mumkin va direktga yozishingiz mumkin.